Mana bu birinchi homila, mana bu ikkinchi homila. Hurmatli obunachilar, Istanbul ekomarkaziga Toshkent viloyatidan, Chinozdan bemorlarimiz 8 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda bemorimizning xo'jayinlarining urug'ida ozgina muammolar bor edi va bemorimizning o'zlarining bachadon naylarida muammolar bor edi. O'sha uchun eko amaliyotini tavsiya berdik. Eko amaliyotini qilganimizdan keyin juda ham a'lo sifatli 8 ta embrion paydo bo'lgan edi. Ulardan ikkitasini bachadonga qo'yishdan oldin gastroskopiya amaliyotini ham qildik va 2 ta embrionni bachadonga qo'yganimizdan keyin ilk urinishda homiladorlik yuzaga kelgan edi. Bemorimizni tabriklagandik. Bugun esa ushbu homiladorlikni sizlar bilan birgalikda ultratovushda ko'ramiz. Demak, mana bachadonning ichida muborak bo'lsin, 2 ta homilani ko'rib turibmiz. Mana bu birinchi homila, mana bu ikkinchi homila. Egizaklar Alloh mahkamidan bersin. Mana bolacha juda ham giperaktivniy, harakatlanishini qarang. Yurakchasi ham urayotganligini ko'rib turibmiz. Demak, hozir eshitib ko'ramiz birgalikda. Mana bu ikkinchi homilamizning yurak urishi. Mana hurmatli obunachilar, egiz homiladorlik Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'llariga olib olish nasib etsin. Ushbu reelsni albatta barcha toshkentlik tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.